Usta bu uyda sizlar qurmagan, men sizlar qurgan uyni bilaman-ku. Bizat qanaqa ustalar o'ylabsiz? U oldingi ustalar qolib ketdi. Biz hozir arxitektura bilan konkret ishlayapmiz, jo'rajon. Xohlasangiz mana bunaqa o'ylab, bu patkilish topshiramiz, jo'rajon. Hech ishongim kelmayapti usta bu uyni siz qurganingizga. Biz prosta takka ishlab yurganimiz yo'q-ku. Usta degan nomimiz bu, o'zimiz qurgan. Shu uyni chizgan odam nomerini bering bo'lmasa. Azamat, shu odamga men nomerimni ber. O'zim chizganman shuni arxitekturasini, proyektini. Necha bilan chizyapsiz? 3000 ga chizib beramiz sizga. Mana usta bu ishni boshlang bo'lmasa. Bo'ldi, tamom. Xavotir olmang, hammasini cho'tki qilamiz. Usta bu umringizga proyekt chizmagansiz, endi nima qilamiz? Bu yog'ini menga qo'yib bergin, Azamat. Obid aka, bizda bir katta zakaz olganmiz. Xo'sh. Shu uyni chizib qurib bersangiz. Bilamizki, siz qurgan uylarda chizmasini bonusga, ya'ni bepul chizib berasiz. Bundisini. Men endi zakazlarni olib kelib beraveraman, siz chizib qurib berasiz. Qanday shu gapmi? Bo'ladi, bo'ldi. Azamat, o'ttirib ishlamasdan pul topsa ham bo'lar ekan-ku, jo'ra. Faqat bu sekretni prorabga aytib qo'yma. Bilib qolmasin, tushuning-a? Hozir keladi. Xo'sh, ishlagan nima gap? Bu koridor nima uchun qo'yilgan jo'ra? Bu tomonga boshqa, bu tomonga boshqa. Bu qog'oz chapib turibdi usta bu. Ha. Shunaqami? Bo'ldi, jo'rajon. Ishlarga qara, chiroyli qara, jo'rajon. Men ketdim. Shom bu kori harom. Sizlar ishlayapsizlar dalish, ha? Bu maqol bizga ta'sir qilmadimi usta bu? Yo'q, jo'rajon. Faqat menga ta'sir qiladi. Senga shu issiq ta'sir qilmasa bo'ldi.